Suvda muammo yo'q, gazdan muammo yo'q. Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Buxoro shahar Sarbon to'yxonani orqa tomonida Euro Cottage 2 sotixdan iborat, mansard bilan 3 etajdan iborat, devonacha ta'mirlangan, mansardni kimda kim shu uyni sohibasi bo'lsa o'zi uchun sharoit qilib remont qilib oladi. Kattagina darvozaxona bizdan kutib oladi. Bu darvozaxonaga mashinani qo'yishga ham odam xijolat bo'ladi, chunki oyoq ostlarimizga chiroyli toshlar bilan terilgan, attachento remont qilingan, chiroyli lustra osilgan. Hurmatli obunachilarimiz, bu kottejimizni xonalari, umumiy xonalar 5 ta xonadan iborat, katta kuxnisi bor va 4 ta sanuzellari bor. Shundan kelasiz, soqqachani tashlaysiz, shu kottejni xarid qilib, maza qilib yashaysiz. Bu kottejimiz narxini u yoq bu yoq kelishib 120 ming deb baholayapmiz. Yana savdolashga zo'chasi bor. Fasad qismini taklab beramiz. Hurmatli obunachilarimiz, taklif bizdan, tanlov sizdan. Nima deyman? Pastga nomerlarimizni qo'yamiz. Bizga aloqaga chiqing, shu kottejga kelib xarid qiling, soqqachani tashlang, sog' bo'ling, salomat bo'ling, Feroz degan sizga obuna bo'ling.